Avvalambor assalomu alaykum. Men boyagi bolakay nima uchun respektligini aytib o'tmoqchi edim. Men internetda ko'rib qolgandim. Bolakay onasiga qarab, "Oyijon, siz menga kattalarga salom ber deb o'rgatgandingiz" deb aytdi. Onasi esa, "Ha, bolam, kattalarni ko'rganingda salom berishing kerak" dedi. Bolakay esa, "Oyi, men kattalarni ko'rganimda doim salom beraman. Lekin ular alik olmaydilar. Men endi kattalarga salom bermayman" dedi. Onasi esa, "Bolam, sen kattalarga salom beraver. Ular alik olmasa nima bo'pti" dedi. Bolakay esa, "Men salom beraman-ku-ya, lekin ular alik olmasdan boshini deb qo'yishadi xolos. Bu nima degani? Shunchaki va alaykum assalom deb qo'yishsa bo'lmaydimi? Endi men agar salom berganimda kimdir alik olmasa, oldiga borib, nega alik olmadingiz deb so'rayman, deb aytdi. Oyisi esa, "Yo'q bolam, unday qilma, uyat bo'ladi" dedi. "Yo'q oyijon, shunday qilaman, to'g'rimi?" dedi. Xo'sh, endi aytingchi, bolakayning qilayotgan ishi to'g'rimi?